Tuman irrigatsiya bo'limlari va suv xo'jaligi vazirligining ixtisoslashtirilgan xizmatlari negizida o'tgan yili suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etilgan edi. Ularning faoliyati iste'molchilarni belgilangan limitlar asosida suv bilan ta'minlash, belgilangan hududda suv hisobini yuritishdan iborat. Suv ta'minoti xo'jaligini zarur ma'muriy binolar bilan ta'minlash tuman hokimlari zimmasiga yuklatilgan. Samarqand viloyatida ham bu borada aniq maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat hokimligida o'tkazilgan hokimlik soatida viloyat rahbari Azizboyev ta'kidlaganidek, muammoli masalalar ham bor. Xususan, Ishtixon, Jomboy, Qo'shrabot va Nurobod tumanlaridagi suv yetkazib berish xizmati korxonalari hamon ma'muriy binolar bilan ta'minlanmagan. So'nggi vaqtlarda suvdan foydalanish limitlariga rioya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2024-2025 yillar sug'orilmaydigan kuz-qish mavsumi uchun Samarqand viloyatida 424 million kubometr limit belgilandi. Monitoring shuni ko'rsatadiki, haqiqiy suv iste'moli 449 million kubometrni tashkil etib, belgilangan me'yordan 25 million kubometrga oshgan. Ortiqcha ko'rsatkich Pastarg'on, Paxtachi va Payariq tumanlarida qayd etilgan. Hokimlik soatida suv tejuvchi texnologiyalarni joriy etish masalalari ham muhokama qilindi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan tomchilatib sug'orish usulida foydalaniladigan maydonlar 3,5 ming gektarga ko'paygan bo'lsa-da, joriy yilda bu ko'rsatkich atigi 676 gektarni 4% tashkil etdi. Viloyat rahbari suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish sustligidan noroziligini bildirdi. Bulung'ur tumanida 63 gektar, Jomboy tumanida 58 gektar maydonda tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilgan bo'lsa, Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Toyloq va boshqa tumanlarda bu ishlar nihoyatda sust ketmoqda yoki boshlanmagan. Bundan tashqari, klaster va fermer xo'jaliklarining ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish, suv uchun soliq undirish samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha ishlarni faollashtirish, belgilangan ko'rsatkichlarni aniq muddatlarda ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berildi.